yo... Axir u senga oddiy savol berdi. Men chiroylimanmi yoki yo'q? Albatta chiroylisan. Maktabda ham anchagina mashhursan. Nima qilyapsan? Kulishni bas qil. Kechir. Kechirasiz. Sumkangizda nimadir bor. Katta rahmat. Bu shunchaki prankida. Salom, biz qiziqchi og'aynilarmiz. YouTube'ga videolar olamiz. Cho'chitib o'rganim uchun uzr so'rayman. Shunchaki o'yinchoq e'lon bilan odamlarga prank qilyotgandik.